Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Ko'rib turgan detalimiz katalizator bo'ladi. Katalizator Spark mashinaning katalizatori. O'rtasi erib ketgan ko'rib turibsizlar, va shu yonib ketgan. Ikkiga bo'linib yotibdi katalizator. Akalar, bunaqa mashinalarning katalizatori hamma mashinada mana shunaqa katalizatorlar eriydi va o'rtasidan bo'linadi. Ko'p ustalarimiz tagidan ustidan qaraydi. Usti bilan tagi erimagan bo'ladi. Akalar, o'rtasi eriydi katalizator. Adashib qolmanglar. Undan tashqari mana shunaqa sensorni dachiklarni hammasini pramka qilib, yechib ko'rib, diagnostikalarni zakonni qilib, biratalar kompyuterdan obnovleniyalarni joyiga qo'yib beramiz akalar. Mashinani qaltirashi, rasxod ko'payib ketishi yoki ertalab yaxshi zavod ola olmasligi. Mana bu katalizatorimiz ham xuddi shunaqa erigan. Nexia 3 katalizator bo'ladi, ko'rib turgan katalizatorlarimiz akalar. Nexia 3 katalizatori ham xuddi shunaqa o'rtasidan erigan, ikki tomonni. Bu mana shu katalizator, ishonasizmi? Ustalar ikki tomonni ko'rgan, yaxshi deb jo'natishgan. Mashina golovkani ko'targan, baribir o'zgarish bo'lmagan. Bizaga qaytib keldi, akalar katalizator haqida gapiruvdilaringiz, men golovkani qildim, o'xshamadi, bir xil holatda qoldi degani uchun katalizatorni yechib, qornini kesib o'zlariga ko'rsatdi yoki katalizator o'rtasi eriganini. Ko'rib turganlaringizda, liboy mashinaga katalizatorlar bor, olinmasdan aloqaga chiqinglar akalar, telefon raqamlari ekranlarda bor. Manzilimiz Chilonzor 10-kvartal, Farhadskiy Zapchast bozorining ro'parasi akalar. Xo'sh, nima xizmat bo'lsa, motor, ходовой ko'ryotganingizdek, mana BMW, Merz, Hyundai, Kia hamma mashinaning katalizatorlarining videosini olganmiz. Mana bir kunda qilingan mashinalar mana shular hammasi. Stiker boshlangandan beri hamma katalizatorlarni remont qildirib, mana shunaqa ochtirib remont qildirishyapti. Sizlarga ham maslahatim, stiker boshlangan akalar, olinmaslik aloqaga chiqib, liboy mashinaning katalizatorlarini yangilab, realni ishlaydigan yam-yashil stiker chiqarib beradigan qilib beramiz. Qo'limizdan kelgancha qolgan ishlarni ham qilib beramiz.